Nega bizda vitaminlar so'rilmaydi, tanamizda ishlamaydi? Sabab ichaklarda. Ichak so'rilish yuzasi ishdan chiqqan, mikrobiota buzilgan, fermentlar yetishmayapti. Bunday holatda foydali mikroelementlar ham, vitaminlar ham ichakdan qonga o'tmaydi, ya'ni so'rilmaydi. Tabiiyki, hujayraga ham yetib bora olmaydi. Ana shuning uchun ichayotgan vitaminlaringiz siz kutgan samarani ham, siz kutgan natijani ham bermaydi. Avval ichaklardagi xronический yallig'lanishni, teshik ichak sindromini bartaraf etish kerak. Ana undan keyin sevimli vitaminlaringizni mazza qilib qabul qilishingiz mumkin. Shunda ular aniq ishlaydi. Bu oddiygina tartib-qoida xolos. Tanamizdagi eng katta, eng asosiy sistema oshqozon ichak traktidagi har qanday muammolarni ras и навсегда hal qilishni, sog'lig'ingizni, immunitetingizni, umumiy holatingizni yaxshi darajaga ko'tarishni xohlasangiz, unda mening ichaklarim sog'lom, men sog'lom kursim aynan siz uchun. Direktdan 4 ta 1 ni yozib qoldiring.